Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom olib kelib o'rnatib berdik. Bir dona eshigi bilan. Razmerlarini tushuntirib o'taman. Razmerlari enlari 1.20, bo'ylari 1.60 cm, pastlarini 2 ga bo'lib, tepasi ateni bitta ko'z bo'ldi. Xo'p, yonida bir donadan ochilish qo'yib berganmiz. Ikkala romimiz ham bir xilda 1.20 lik romlar bo'ldi. Ochilishlari har birida bittadan bo'lyapti. Ochilishlariga masretning setkalarni bonus qilib qo'yib berganmiz, qadrli obunachilar. Penalar atida hamma yo'g'iga aylanasiga qo'yib chiqildi. Yonida xo'p, enlari 1.20, bo'ylari 2.40 cm lik bir dona 2 qanotli eshigi bor. Oynalari qalampir gulli yo'diy oynalarni qo'yib berganmiz. Tepaga prosto yo'diy oynalarni qo'yib berganmiz. Taylari alyumin arkafonlarni qo'yganmiz. O'zlaringiz ko'ringlar. Mustahkamligi behijolat bo'lib, termoruchkalarni qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishi behijolat bo'ldi. Qadrli obunachilar, ichkari tomondan ko'rsataman. Xo'p, eshiklarimiz ichkari tomondan ko'rinishlari. Romlar tagiga 35 patagonli ham qo'yib berganmiz. Mustahkamligi behijolat bo'ldi. Xo'p, open-dot spanitel ruchkalarni qo'yib berganmiz. Ovozlarga yetib olinglar. Ovozlari ham yo'q, behijolat. Cho'tki ushlayapti. Xudo xolasa tortib ochilishlari hamma yo'g'i behijolat bo'ldi mana. Xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom, 1 dona eshik olib kelib o'rnatib berishimiz. Общий summasi 5.600.000 so'mga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Pastlarga telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Obuna bo'lmagan obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek xonakda.